Albatta qo'l massajdan boshlaymiz. Albatta. Oldin yumshatib, bo'yin qismlar, yelka qismlar, kureyni teylari, bular eng muhim tochkalar mana. Buni yumshatib olishimiz kerak. Ana o'shanda hijomat chegarasi eng mukammal hisoblanadi. Bir marta qo'yilgan muolaja 5 protsedurani o'rnini bosadi. Qo'l massajidan, vannichniy massajdan tashqari vibra massaj qilinadi. Apparat yordamida vibra massajda tanada vibratsiya bo'lgandan keyin qon aylanishi tezlashadi, nuqtalarning ishlashi yaxshi bo'ladi. Tashqariga harom qonni chiqishi yaxshi bo'lib beradi. Hijomatning mukammalligi shunda. Simptomlarda doimiy bosh og'riq, doimiy davleniya dori ichish, bitta banka 10 ta nuqtaga 10 ta kasallikka javob beradi. Quloqda shum, bosh og'rig'i, zreniya, xotira, bo'yin osteoxondrozi и yurak. Doimiy bosh og'riq, bosh og'rig'i, zreniya tushishi, bosh aylanishi, yelka sohalarida og'riq bo'lishi.